Uyumu videosini qo'yganimdan keyin hamma mebelchimi so'rab yozibdi. Sizlar uchun bugun obzor qilib beraman mebellarini. Qaranglar, bu yerda ishidan kiraverishga mana shunaqa chiroyli katta shkaf yasatirdim. Bu yerda verxniy одеждалigi и tepaga yana zapaska shkaflar qildirtirdim. И pastida ham ko'rishingiz mumkin. Hamma narsa ichiga kirib ketadi. Qizlar, bu bizning TV zonamiz, shunaqa ichida o'zini podsvetkalari bilan bor. Полностью ichiga kitoblarimni taxlab qo'yganman. И televizori shundoq tagida отдельно 4 ta polka qildirtirganman. Bu yerda turadi pultlar, aptechkalar, и mayda-chuyda dori-darmonlar, vitaminlar turadi. Shuning uchun 4 ta отдельно polka ajratdim. Bu bizning spalniyimiz. Qizlar, spalniyni ham именно o'sha polni uyumi qilgan mebelchiga qildirtirdim. Yumshoqni, prям удобно. Mana bu tepadagilarni qaranglar, prям tushgan. Hammasi mo'yishi bemalol yuvib yana joyiga qo'ysanglar bo'ladi. Eng zo'ri ayollarimiz yaxshi ko'rgan joyi shunaqa Drimo oynalarimni ham ko'rasizlar, podsvetka 3 xil rangda yonadi. Dumaloq oyna qildirtirdim. Mana shunaqa o'zini stulchiki, ikkita отдельно tagida pufika. Chester'im 5 etажli polni Muhammad kiyimlari Chester'ga kirib ketgan. Kuxnyaga kiraverish, bu yerda ham hammasi krashennidan qilingan. Katta razmerda, bu yerda ham, bu yerda специально stiralkani ochiq qoldirdim. Bu esa bizning kuxnyamiz, ko'rishingiz mumkin. Рабочий stol, bu yerda уборныйlar uchun maxsus bu yerda joy. Mana bu yerda esa qoshiq, vilkalar turadigan podstavkadan 3 ta qildirtirdim. Endi esa bu yerda bizning главный shkafimiz tepasini 3 ta qilib ajratdim. O'rta qatorimizni 5 tali qildirtirdim. Kiyimlar bor, полностью kiyimlar taxlangan bu yerda. Bu yoq детский kiyimlar uchun vishilka qilingan bu yoqda. Bu yoq уже katta kiyimlar uchun shunaqa holatdagi vishilka. Ichida sefi ham bor даже. Kimga shunaqa mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, profiligini qoldiraman, zakaz bersanglar bo'ladi.